Bitta narsani aniq aytishim kerak. O'zbekistonda MMA yo'nalishida media men bilan boshlangan, men bilan tugaydi. Ya'ni o'sha professionallikka intilishimiz kerak, xulq-atvorimiz bilan hammaga o'rnak bo'lishimiz kerak. Mana Oktagon sabab, sizlarni poddershkalar sabab poyezdgacha yetib kelgan ekanmiz. Kecha endi Parviz akalardan, bugun Sport Farruh akalardan bir marta chiqaylik Oktagonga, mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar deb iltimos qilardik. Bugun esa glavniy bo'yda, glavniy turnirda kamar uchun jang qilyapmiz. Yo yutish kerak yoki umuman sportni yig'ishtirish kerak. Men Kamilni hurmat qilaman. Biz ancha-muncha yo'lda bosib o'tdik. Biz sababli qancha odamlar Oktagonni tanidi, MMA'ni tanidi. Biz sabab qancha odamlar bizni yaxshi ko'rdi. Shunday ekan, bu narsa nuqta. Xudo xolasa buyulansam kuyovjo'ra bo'lasan. Камиль Карате, который идет на серии побед и готов поставить точку, что ты скажешь Адильхону? Тоджико, шерей народ, дали позже попешь, ты мое попешь. Иншаллах, таджикский дух не сломать, всегда говорил и сейчас буду говорить, чемпионский пояс поедет в Таджикистан. Старый, но мощный. Уведи Таджикистан, попешь, гаишники попешь. Ждите меня, таджикский дух 27 июня в Казахстане будет заруба. На самом деле Адильхон заслуживает и Камиль Карате заслуживает. Мы эту игру создали, и 27-го будет грандиозный турнир. И Казахстан, будьте осторожны, в Казахстане ожидает землетрясение. 27 июня, город Конаев, Октагон 88. Let's go, face to face. Hurmat, sport!